Assalomu alaykum YouTube kanalimizga kuzatuvchilar, pritsep ishqibozlari. Navbatdagi pritsepimiz ham ishga 100% tayyor bo'ldi. Bu pritsepimiz razmeri eni 1.80, uzunligi 3.5 metr, mini traktor uchun tayyorlangan pritsep. Bortlar turlasi ochiladi va olinadi. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, ekran nomer qo'yib qo'yamiz, aloqa chiqarsizlar. Bu pritsepimizni Andijon viloyati Marhamatiga yasab berdik. Mashina keldi, yuklashga tayyorlayapmiz. Silindr shlankalari, elektr chiroq kabellari, montajlari hammasi bo'ldi. Balonlar Cobalt balon, risollarimiz 9 talik pachka risollar, o'zlarimiz Rossiya 1 turbadan. Silindrlarimiz katta pritsep silindrlardan bo'ldi. Egalari. Ha, kelinglar mana. Tezkunda tayyorlab berishni tavsiya qilamiz. Aloqa chiqarsizlar, nomer qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa, xuddi mana shunday qilib tayyorlab beramiz. Kraskalar sizlar aytgan kraskadan bo'laveradi. Pritsepni ortib oldik yana, xudo xolasa, chiroyli qilib. Andijon viloyati Marhamatiga xudo xolasa yuklab chiqaraveramiz. Yo'lda ko'rsalang, like bosib, podpiska bosib, bitta signal bosib qo'yaverasizlar mashinaga. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, aloqa chiqarsizlar, chiroyli qilib tayyorlab beramiz akalar. 60W264OA nomerdagi Mercedes ketyapti. Kuruklarimiz katta kuruklar. Silindrimiz katta pritsep silindridan. Like bosib, podpiska bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Hammaga omad, charchamanglar. Nomer qo'yib qo'yamiz, aloqa chiqaverasizlar.